Endilikda xudo xolasa Ramazon aksiyasi bo'ladi azizlar. Xudo xolasa sizlar bir dona like basinglar. Eldindan 10 million so'm pul to'lab ham sizlar Shohsaroy qurilish kompaniyasidan uy xarid etib bilasizlar. Assalomu alaykum qadrdonlar, bormisizlar musofirdagilar? Roza oylari eson-omon o'tayotirmi? Qiynalmay turibmisizlar? Aslida o'zi qiynalish kerak bilasizlar. Bir dona like bas qo'yasizlar. Biz Qazaras tumanidamiz, Yangi O'zbekiston loyihasindamiz. Xudo xolasa Gazidalarning yanida desa hamma biladi. Hokimiyat yana yaqin, ya'ni bellari o'zgarishlarini o'zingiz bilasizlar. O'ta boshqacha bo'ladi. Hali Qazarasda, ya'ni bedakidin ne bo'lgan emas. Sharoit ya'niki texnologiyalar, bedakidin e'tibor dum boshqacha bo'lib turibdi. Nechun desa 50 dan oshiq domla salinib turibdi. Misol gapda o'zining maktabi, o'zining bog'chalari, o'zining kerak bo'lsa ko'ngilochar majmualari dum boshqacha bo'ladi azizlar. Shularning qatorida beda Shohsaroy qurilish kompaniyasi uy qurib turibdi bilsangizlar. Nasib etsa yangiladon pulini to'lasangizlar ham bo'laradi. Eldidan ustama kerakmidi? 30% to'lab qo'yasizlar, qani bo'lib o'zini pulini to'laysizlar. Hech qanday muammo yo'q. Hozir qo'ldan kelgan ma'lumotini tushuntiraman. Ustalar ishlab qurilish so'shni ish bo'lib turibdi. Mana shuni ko'ringlar. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Eldidan 10 million so'm deb aytdi-ku. Muammosi yo'q. Misol gapda davlat ishida ishlab yurgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, pul yig'nab bilmay turibman desangiz, 10 million to'lasangizlar ham sizlarga xudo xolasa uy chiqarib beradilar. Taxminan 5-6 million o'zingiz daromadingiz bo'lsa, sizlar uni yorisidan tushishi mumkin. Bering oylik to'lov. Zato uyli bo'lasizlar. 2 xonali, 3 xonali, misol gapda shu atrofda. 2 xonalisi bor, 60 kvadrat. 3 xonalisi 75. Yana bir 3 xonalisi bor, 82 kvadrat. Qaysini xolasangiz, menejerlar sizlarga xudo xolasa ofisga kelasizlar, gaplashib, qaysi ma'qul kelsa halatib beradilar. Yana bir zo'r tarafini aytaman. Bu Yangi O'zbekiston massivida asosiy girik kelish yo'l bor. Neda deysizlarmi? Yuring ko'rsataman. Asosiy girik kelish yo'li ana shu tarafda bo'ladi azizlar. Bu yo'limizda tutashadigan yo'limiz, ya'ni eni 6 metrlik asosiy yo'l shu yerdan girdi chiqdi bo'ladi, yoddan chiqarmanglar. Agar bu qatordan magazin oladigan bo'lsangizlar, voобще gulladi. Sababi yana yo'l usti bo'ladi, divizeniya bo'ladi. Bu ikki yo'ldan girib kelish yo'li shu yerda bo'ladi ekan. Arka taraflarini endi bilmadim. Xudo xolasa ular ham ochishlari mumkin, lekin bir to'shni bo'ladi. Bir de magazinlar bor. Ramazon oyida aksiyaning zo'ri bo'layotir. Kimdaki biznes qilaman, shunda produktlar sotaman, ya'ni va hokazo shuni o'zim magazin qilib qo'yaman desangizlar, bu yerda 64 kvadratlik magazin bor, 82 kvadratlik bor, 88 kvadratlik bor. Qaysisi ma'qul kelsa olasizlar, podvoli sizlarga qo'shib beriladi. Ramazon aksiyasidan nechik bo'ladi? Oldinlar 10 million so'mdan sotilib turgan bo'lsa kvadrati, hozir 9 million so'mdan olsangizlar bo'ladi. Yana 2 yil muddati 5% o'zini pulini 24 oyda bo'lib to'lasangizlar bo'ladi. Eldindan 30% pulini to'laysizlar. Ulam 9 million so'mdan olsangizlar bo'ladi azizlar. Bular sizlarga Roza oyida bir aksiya, Ramazon oyidan keyin bu aytib turgan gaplarimiz amaliyotga qolishi mumkin. Shoshilsangiz so'rab qolamiz. Imkoniyatdan foydalaninglar. Endi shu qatorda sizlar ikkinchi etajdan summalar necha so'm bo'lib turibdi desangizlar, ikkinchi etajdan yerda 50% ni eldindan to'lab turib xarid etadigan bo'lsangizlar, 5 million 300 ming so'mdan beriladi ekan joy. Albatta bu korobka holatda bo'ladi. Bu yerda 5,5 dan bu yo'l ustlarini 6 milliondan sotib berganlar ham bor ekan har xil summada. Bir o'z yoddan chiqarmanglar. Bu liftli bo'ladi, 7 qavatli bo'ladi. Liftli bilan liftsiz kvartirani ikkisini adashtirib qo'ymanglar. Liftli hamisha ustunlik bo'ladi. Yana aytaman, liftni misoli siz 7-chi, 6-chi yo 5-chi qavatda yashasangiz, lift o'chib qolmaydi bu yerda. Nechun? Asosiy to'qlar, misoli gapda kabellar yeri tengni o'tayotir. Umuman muammo bo'lmaydi deb turibdilar xudo xolasa. Yana 3-chi etajdan xarid etaman desangizlar, eldindan 50% ni to'lasangizlar, 5 million so'mdan beriladi. 6-chi, 7-chi etajlar esa 50% ni eldindan to'laydigan bo'lsangizlar, 4 million 400 dan beriladi. Bemalol kelib xarid etsangizlar bo'ladi. Biz hozir bu joylarimizni girib sizlarga reklam etgan bilan hozir chala o'zi ustalar ishlab turibdi hozir ham doim momentda. Bir yere girib sizlarga buni tushuntirishimiz hojati yo'q. Biz buni tayyordan buni o'tamiz. 2-chi etajda 2 xonali, 7-chi etajimizda esa 3 xonaldan bir dona kvartira qilgan sho'ram ko'rsatib o'tamiz sizlarga.
Bu esa qadrdonlar Shohsaroy qurilish kompaniyasining, ya'ni Adinoshka, ya'ni bir podyezdli domazli 7 etajga. Buning birinchi qavatidagi do'konlar ham shu biz aytilib o'tgan razmerda bemalol bundan ham xarid etsangizlar bo'ladi. Ramazon aksiyasida bo'lam qatnashadi. Bemalol eldindan 30% to'lovini etsangizlar 24 oy, ya'ni 2 yil foizsiz bemalol olib bilasizlar. Üstüne qo'shilmaydi. Bu esa yana gazlarning yo'lini ustuna yaqin turtdingizlar, bemalol kelarasizlar. O'rta qatordagi yo'lning ustunda bo'lam. Bular zo'r mesajda joylashgan. Endi buni ikkinchi etajida hozir 60 kvadratlik qolgan 2 xonali, 7-chi etajida esa 3 xonali qolgan. Shularni sizlarga obzor qilib beramiz. To'lov turlarini ham aytib o'tamiz. Sizlar faqat like bosib turasizlar, bemalol kelaverishingiz mumkin. Bu esa katastri tayyor turibdi. Buna qaranglar, podyezda uylar bir-biridan chiroyli, haqiqatdan ham. Ko'ringlar, travertillardan qurilgan. Liftga kelamiz. Liftga giramiz, xudo xolasa yerlar guruhini qo'shqini eshitib ketaveramiz. Lift eng katta plus. Sizlar uylaringizda, misol yerda yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan harakatlaringlar 7-etaj. Sababi lift sirazi 15-20 sekundda yuqoriga ko'tarib qo'yadi. Shu yerga bir qo'lab beringlar endi. O'zingizga chiqishadir. Yerlar guruh hammasida podyezda bu liftlarda shu chekmagan. Ha, liftda. Ha, o'zi 6-etajga keldi. Birdan chiqdik axir. Geldi o'zi 7-ga. Bir zamonda. O'zi bunday qaranda zinadan 1-etajda 2-etajga chiqincha bo'lganda adam bu. 7ga chiqdik. Yana bo'lsa 3 xonali liftdan chiqqandan keyin eshiklari ko'rib tursalar sifatini necha xil zamoq bor? 3-4 xil zamoq bormi? 1, 2, 3 xil ekan. Xohlaganingizda ochib bilasizlar. Buni sifatini bemalol qurilish kompaniyasi javob beradi. Muammo yo'q. Yine şu 82 kvadrat bu. 82 kvadrat aslında qara. Bir de sanuzeli joylashgan. Yine ko'rib turganlaringizdek kichkina emas, zakonli. Bir o'zini ham vanna, rakabina, unitaz joylashtirsa bo'ladi. Muammo yo'q. Girishimizda buni men o'zi aslında 3 xonali emas, 4 xonali deb ne berib qo'yibman. 4 xonali bu deb qo'yibman. Sababini aytaman, keling. Shu o'zi oshxona bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Oshxona emas bir. Bir o'zimcha bu yerda o'tirib televizor ko'radigan, bir uqaloq qo'yib, bir televizorni qo'yib, televizor ko'radigan, ham ovqat chiqsa ovqat yeydigan. Neden chiqadi u desangizda, yana uyidan keladi. Shu o'zini oshxona etish kerak. Oshxona ishi tamom. Shura kuxni bilan o'rnashtirish kerak. Aynalar katta, chiroyli holatda bemalol ishi dom uchun yetadi. Gaping to'g'ri desangizda kommentda yozib ketinglar. Oshxona uchun bo'ladi. Buni o'zini bir xona, tamom. O'tirib turadigan, yeb ichadigan bir xona. Ana endi bana keladi bo'lsak, bir de buni bolalaringiz uchun detskatib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bemalol 4 bolali büyüyorsam 4 bolangiz ham hazatib yotadi bu yerda. 5 bola olsa 5 ham yotadi. Shuni desa keng bo'l. Yana bo'lsa romantik xona. Ya'ni men hamisha aytaman, spalni bu o'zingiz uchun, misol gapda bir spalni yotib qo'ysangiz, yana bu panoramli deraza chiqasizlar. Balkondan chiqib yon atrofni tomosha etib turasizlar. Bozor yonidagi yana svetofor, движение, bozor shuda, hokimiyat ham shuda, ishqil davlat idoralari shuda, gaz idora yanimizda, ibida ses joylashgan ish qilib va hokazo. Qara shunday yuringlar, balkona qaranglar. Yana yuring yotibman, yozin kuni ras geçti şöyle körpechani chiqib tashab berasan uxuni. Dank salqinda azati büşeni körpentinde yatasa zor. Bir bez tortib qo'ysang, endi banda qarindosh to'g'anlar görmeydi azati uxlaysan. To'g'rimi? Zor. Ana bu spalni. Shunda bolalar uchun detski bitti, to'g'rimi? Detski xona bitti. O'zing uchun bir spalni xona bitti, ya'ni balkonlari bilan. Bu yerda ovqatlanadigan xonangiz bitti, oshxona bitti, sanuzel bitti, paraxodlar ina. Endi bu yerda xudo xolasa mehmon kelsa, yana shu zal shu ina. Mehmon vaqti shu zalga girib berasizlar bemalol, hazatib o'tkazsangizlar bo'ladi. Muammosiz. Buni yana bir zo'r tarafi bor. Agar ber o'zam-ku 20 kvadrat ber, eng kamida 20 kvadrat. Yo'q, beri yanada ketartirish kerak desangizlar, hali geçemez. Hali geçemez sizlar. Ya bu spalni xonani misol gapda
1 metrini o'g'irlasangiz ham bo'ladi, to'g'rimi? Bir de ne spalnixona debman, bolalar uchun detis ketamiz dedik-ku. Bu yer kattalik etadi bolalar. 1 metrini zala qo'shib olsangizlar, xudo xolasa 25 kvadratlik bo'ladi. Zo'r bo'ladi, dahshat bo'ladi. Buncha imkoniyat bor. Ana zaldan esa bemalol yana terrasa debman, panorama. Panoramli deraza bor. Balkondan chiqsangizlar yana ha, jo'ra keldingmi? Va, to'g'ri kelaverayna, shu bizaki shu depam. Ibidayna mehmonni chaqirsak bo'laveradi. Ana shuni ko'ring, lekin 7 etaj yakadimi. Hamisha aytib kelman. Yuqorida shashlik ham pishirib berasizlar. Chiqasizlarda yuqorida haqiqiy terrasa 7-etajdagilarda yoddan chiqarmanglar. Nima qarang yana? Tabiat ko'rinadi, tabiat. Men taraf ham ko'rinadi, qarang. Bu atalikdagi dom. Atalikdagi domla ko'rinadi menda, ko'rdingizmi? Atalikda joylashgan domlar ko'rinadi menda. Malades. Zo'r. Bir yere to'lov turini aytayman sizlarga. Shaxsan shuni o'zini misoli davlat ishida ishlaydi odamlar oyligimni saliyat to'may turibman, yetlashtirmay turibman, ya'ni 300-400 millionlab pul yig'nab bilmay turibman deydigan insonlar bo'lsa, oldindan taxminda bir 40 million, 42 million, 40-42 million atrofida ikkalasizlar to'lov aytasizlar, qolganidan menejerlar bilan gaplashasizlar, sizlarga nagruzka bo'lmaydigan holatda chiqarib beradi ekanlar. 20 yillik ipoteka bo'ladi ekan. Undan tashqari yoki aytib o'tganimizning pastdagi 2 kanali bor. Bu 2 kanalimizni uni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Ustunda gaplashgan yaxshi-ku, to'g'rimi? Uni ham ko'rsatib beraman, like bosasizlar. Bu yerda men to'lov turini aytib o'tdim. Kvadratini ham hali bu dumam yoki qimmat tushmaydi, lekin 3 kanali zo'r. Hammaga yoqadi. Xarid etinglar. O'zimga ko'nglimda bor, aytadigan ishim vobshe ko'pdan, bir yil hisoblanadi. Endi 2 yil bo'lsa, endi 2 yilga qaraganda berimni o'zim olgan bo'ladi dedim. Mana shuni ko'ringlar. Bemalol xarid etaverasizlar. Men pastga tushamiz endi, pastdagi ya'ni 60 kvadratlik kanalni aytib o'taman sizlarga. Biz endi 2-qavatdagisine keldik, azizlar. Qaranglar. Ro'parada turadi 2-qavatlısı, sababi bu esa 82 bo'lsa, bu 75, bu 56,5 kvadrat ekan. Men yana 60 dedim. To'shninasi 56,5 kvadrat ekan bu. Endi giramiz hozir. Bu tarafda kuxnasi bor, sanuzeli, spalnisi ham normal ekan, lekin spalni qaranglar. Spalnisini o'zinasini ko'ringlar. Bu menga yoqdi haqiqatdan ham. Endi men zalni o'tib ko'rsataman sizlarga. Zalga keladigan bo'lsak, mana shunday holatda zalam resmi keng 56,5 bemalol arziydi. Bir de ataklini ölçüyüne ucu toşka koyup gitkenler. Buna en zor yolu, en zor tarafı 2 kanalını 2 tane balkon oladı. 2 hem katta boladı ekan balkonunu. Yani katta panoramli derazasi bor. Yana chiqadigan bo'lsangizlar, bilasizlar buni 1-qavatı ucu ne oladı? Magazin oladı. 2-qavatdan uy boshlanib ketadi azizlar. Ana uzun bilan yo'l oladi. Bir ham o'tdi yo'l oladi, muammosiz, lekin balkon katta. Balkoni katta. Keling endi hozir oshxonadan ham chiqadigan balkoni bor, uni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu sanuzeli. Yana sanuzeli, ya'ni montajlari nelari bo'lib turibdi, shura tashab qo'ydilar. Sanuzeli ham keng ekan, haqiqatdan ham. Yana o'tadi bo'lsak, bu oshxonasini. Oshxonaga qaranglar. Shu bemalol yeb ichib o'tirsangizlar ham bo'ladi. Sababi bu mushtayni o'zida qo'yib. Bedenasayna buni balkon ham katta, ko'rganlaringizdek, keng, mo'l katta. Ana menam oldindan sizlar где-то bir 35 millionlama, 30 millionlama atrofida to'lasangizlar, nasib etsa bemalol menam xarid etib bilasizlar. 56,5 kvadrat, ko'pchilikka bunga imkoniyati bor. Gördüğünüzde kichkina emas, normal ekan. Uchun desa, hozir yaqinda men 3 kanalni reklama etdim 56 kvadratda. Abasa 56,5 kvadrat bo'lsam 2 kanalda. Razmerlari bir xil, 3 kanali bilan. Ekranda telefon nomeri bor. Shohsaroy qurilish kompaniyasi sizlarni bemalol kutadi. Menejerlar bilan gaplashinglar. Ramazon oyindagi aksiyadan unumli foydalaninglar.